Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ismim Eldor Akramov va sizlar bilan 62-darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzu cheksiz davriy o'nli kasrlardan aralash davriy kasrlar o'quvchilar. Xo'p, yana qaytarib o'taman. O'quvchilar kasrning suratini mahrajiga bo'lganda kasr cheksiz davom etishi ham mumkin. Va bu cheksiz davom etadigan kasrlarni aralash davriy kasr degan turi ham bor ekan. Bunga albatta misol keltiramiz. Masalan, 1,5 va undan keyin 12 ketyapti. Yana qaytaraman. 1,5 12 takrorlanyapti. Endi xo'p, bu yerda yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsak, qaysi son takrorlanyapti? Albatta 12. Lekin shu 12 degan sonimiz verguldan keyin darhol boshlanmagan. Verguldan keyin qandaydir 5 kelyapti-da, undan keyin davriy ravishda takrorlanadigan son kelyapti. Ya'ni verguldan keyin darhol boshlanganda sof davriy kasr edi. Buni oldingi darsimizda aytib o'tdik. Ana endi davriy ravishda takrorlanadigan son verguldan keyin darhol boshlanmas ekan. Turib bir ozdan keyin boshlanar ekan. Demak, bir nechta verguldan keyin son kelar ekan, keyin davriy ravishda takrorlanadigan son keyin davriy bo'lib ketar ekan va bunaqa kasrlar verguldan keyin darhol boshlanmaydigan davriy kasrlar aralash davriy kasrlar deyilar ekan. Xo'p, albatta buni amaliy qismda yaxshiroq tushunib olishingiz mumkin. Shu uchun amaliy qismga o'tamiz. Qani ketdik o'quvchilar. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Demak, mavzu cheksiz davriy o'nli kasrlar. Aralash davriy kasrni oddiy kasrga aylantirish. Bundan oldingi mavzuda esa biz sof davriy kasrni oddiy kasrga aylantirishni ko'rib o'tgandik. Hozir esa aralash davriy kasrni oddiy kasrga aylantirishni ko'rib o'tamiz. Xo'p, aralash davriy kasr nima ekanligini bir marta demak aytib o'tamiz. Qarang, aralash davriy kasr shuki, davriy ravishda takrorlanadigan son verguldan keyin darhol boshlangan bo'lmaydi bunda. Esingizda bo'lsa agar, sof davriy kasrda davriy ravishda keladigan son verguldan keyin darhol boshlangan bo'lardi. Bundachi? Bunda takrorlanadigan son bo'ladi albatta, ya'ni son takrorlanadi, verguldan keyin bir ozdan keyin boshlanib ketadi. Mana ko'rib turibsiz, bunda nima takrorlanyapti? Mana ushbu misolimizda 1,5 ketgan demak, ko'ryapsiz. Ya'ni davriy ravishda qaysi son kelyapti? 14 takrorlanyapti. Mana yana 14 takrorlanyapti. 14 takrorlanyapti. Xo'p, shu 14 verguldan keyin darhol boshlandimi? Yo'q, verguldan keyin darhol boshlanmadi. O'rtada 5 degan raqam qatnashdi. Ya'ni davriy ravishda keladigan son darhol boshlanmadi. Demak, shuning uchun ham bu aralash davriy kasr. Sof davriy kasrda nima bo'lardi? Shu takrorlanayotgan 14 verguldan keyin darhol boshlanib ketardi. Boshqa son bo'lmasdi o'rtada. Bunda esa ko'rib turibsiz, davriy ravishda kelayotgan 14 sonidan oldin mana 5 kelyapti. Buni esa ushbu ko'rinishda yozish mumkin. Ya'ni 1,5 davrda 14 qilib yozishimiz mumkin ekan. Ya'ni buni davr ichiga kirgiza olmaymiz. Nima uchun? 1,514 deya olmaymiz. 514 takrorlanmagan chunki bunda. Takrorlanmagan son qavsdan tashqariga qolish kerak. 1 butun yozdik, 5 ni tashqariga qoldirdik va qavs ichida 14 yozdik. Nima sababdan? Chunki 14 takrorlanyapti. Shu uchun shunaqa ko'rinishda yozib oldik. Xo'p, buni aylantirish esa bir oz boshqacharoq, bir oz qiyinroq delsa ham bo'ladi. Shuning uchun yaxshiroq ahamiyat berasiz o'quvchilar. Qarang. Buni ham butun qismga yozamiz. Va verguldan keyingi barcha sonni yozib olamiz. Ya'ni verguldan keyingi to'liq qavs ichi bilan birgalikda 514 ni mana suratga yozib olamiz. Va bir marta kelgan son bor edi-ku, vergul bilan qavsning orasida turgan sonni, raqamni ayirib olamiz. Ya'ni to'liq yozib oldik. 514 mana ayrilgan dedik, mana bu sonni ayiramiz. Ya'ni o'rtada qolib ketgan sonni ayiramiz. Bu son vergul bilan qavsning orasida turgan son bo'ladi. Suratda demak shunaqa bo'lar ekan. Mahrajda-chi? Mahrajda esa qavs ichida nechta raqam kelgan bo'lsa, shuncha 9. Demak, qavs ichida ikkita raqam kelyapti, demak ikkita 9 va davrga kirmagan va orada demak qolib ketgan raqamimiz nechta bo'lsa, shuncha 0 berilar ekan demak. Natijada mahraj 990 bo'lyapti.
Endi 514 dan 5 ni ayirib qo'yadigan bo'lsak, 509 qoladi. 1,509 ta qism 990 hosil bo'lar ekan. Xo'p, ana endi navbatdagi sonimizga o'tamiz. Demak, 0,13 5 takrorlanib kelgan demak. Ko'rib turibsiz, bunda ham davriy ravishda kelayotgan son raqamimiz demak 5 darhol boshlanmagan. Oldin boshqa sonlar kelgan va keyin davriy ravishda takrorlanadigan son keyin boshlanib ketgan. Demak, bu ham shu uchun aralash davriy kasr deyilyapti. Buni ham yozishda demak ushbu ko'rinishda yozib olamiz. 0,13 davrda 5 bo'lar ekan demak, a? 0,13 davrda 5. Xo'sh. Buni ham yuqorida aytib o'tganimizdek, oddiy kasrga aylantirish uchun 0 butunini yozmaymiz. 0 butun yozilmaydi va to'liq yozib olamiz 135 qilib mana va orada qolib ketgan mana bu sonni ayiramiz. 13 ni mana ayirdik. Mahrajda esa qavsda nechta raqam kelgan bo'lsa, shuncha bunga qarab 9 yoziladi. Mana bitta raqam bor, bitta 9 va bunga qarab 0 beriladi. Ikkita raqam bor, mana 2 dan 0 berildi. Natijada 135 dan 13 ni ayirsak 122 taqsim 900 hosili bo'lyapti. Buni albatta qisqartirish mumkin. 2 ga 61 taqsim 450 hosil bo'lyapti. Xo'p, ana endi keyingi kasrlarga o'tamiz. Xo'p. Navbatdagi kasrimiz 2,744 kelyapti. Ya'ni bu yerda 4 qayta kelyapti, takrorlanyapti, lekin u ham darhol boshlanmagan. Verguldan keyin darhol boshlanmagan, shu uchun ham aralash davriy kasr, ya'ni boshqa son kelyapti-da, keyin takrorlanib ketyapti. Buni ham qanday yozib olamiz? 2,7 davrda 4. Ya'ni bir marta kelgan son davr ichiga kirmaydi, faqat 4 yozilar ekan mana. Buni ham aylantirishda 2 butunni butun qismiga yozib olamiz. Faqat 0 butun yozilmaydi. 2 butunni yozamiz butun qismga va verguldan keyin kelayotgan barcha sonni yozib olamiz. 74 deb mana yozib oldik va ayrilgan ushbu sonni raqamni ayiramiz demak. Vergul bilan qavsning orasida kelgan raqam ayriladi. Va mahrajda esa qavsda nechta raqam kelgan bo'lsa, shuncha 9. Mana bitta raqam kelgan, bitta 9 yozaman va qavs bilan vergulning orasida nechta raqam kelgan bo'lsa, shuncha 0 yozilar ekan. Natijada 2 butun 67 taqsim 90 hosil bo'ldi. Va navbatdagi misolimiz 1,5 3 ketyapti. Demak, davriy ravishda 3 takrorlanyapti. U ham verguldan keyin darhol boshlanmagan. Shuning uchun 1,5 davrda 3 deb oldik mana. Buni aylantirish uchun ham 1 butunni butun qismga yozamiz. Suratga esa 53 ni to'liq yozib olamiz mana. Va qavs va vergul orasida kelgan raqamni ikki sonni ayiramiz. Mana ayirdik, 5 ni ayirdik. Xo'p, mahrajda esa bitta 9, bitta 0. Natijada 1,48 taqsim 90 hosil bo'ldi. Buni qisqartirish mumkin. 6 ga 1,8 taqsim 15 hosil bo'lar ekan. Xo'p, bu darsimizning oxiri edi. Birinchi navbatda darsimizni kamida 10 marotaba ko'rishingizni maslahat beraman. Shunda ham qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, ushbu raqamga Telegram orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Va men barcha savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'raman. Siz bilan Buxoro matematika maktabi va Eldor Akramov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.